Mana akalar bugun qo'y boqish sirlari deydi-yu. 47,5 millionga bitgan qora. Mana. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasizlar. Video davomida esa Boburjon o'zlar sekin ma'lumot beradi. 200 taga yaqin qo'y boqyapti ekanlar lekin. Mana akalar. Video davomida hamma ma'lumotlar video davomida beriladi. Xudo xolasa mana shipir tomi 47,5 millionga bitgan qora. Hamma ma'lumot sekin o'zlaridan berishga harakat qilamiz akalar. Akalar sizlar mana videoni ko'ryapsizlar. Yo'qotib qo'ymashligi uchun mana shunday obuna tugmachani shunday bosib, mana shunday bosib turib, buni qo'ng'iroqcha mana qo'ng'iroqchani shunday bosib qo'ysalar, sizlar topilayotgan ko'rayotgan video sizlarga SMS tarishida borib turadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari. Azzamjon menga o'sha qo'y boqishni bilmayapman. Qo'y boqishlardan ham ko'proq chiqaring degan obunachilarimizga o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha mashhur Boburjon uylari kelgan. Xudo xolasa o'zlari Boburjon o'zlari yo'qib ketgandilar. Anchadan beri ko'rinmay ketgandilar. Akalar sizlar like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib tursalar, Xudo xolasa Boburjon katta qo'ra ham qurganlar, xudo xolasa 200 taga yaqin qo'y ham bayatganlar. Hammasini ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Akalar hafta kuniga bugun shanba 2025-yil 8-mart. Hamma xotin qizlarning bayrami hammaga muborak bo'lsin deb biz videolarimizni xudo xolasa boshladik. Xudo xolasa Boburjonning o'zlari. Assalomu alaykum Boburjon. Assalomu alaykum Azamboy. Voy Boburjon yo'qib ketdingizlar nimaga? Bormiz. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Boburjon qo'ralar ham bitta xudo xolasa. Xullavasan qo'ralar. 200 ta yaqin qo'ylab yapsiz ekan. Hammasini xudo xolasa ma'lumotni berasiz, cho'tki qilib berasiz xudo xolasa. Hammasini beramiz Azamboy. Avvalambay kirib kelgan ro'za Ramazon kuni hammamizga qutlug' bo'lsin. Birga bo'lsa ilohim. To'g'riga. Ha, Ramazon kirgandan beri videoga chiqqanim yo'qmi? Xo'p. Ozgina dam olib, endi o'zimiz ham toliq qolamiz-ku. To'g'riga. Ozgina dam olib, xudo xolasa qo'y baqib turibmiz. Xo'p. 200 taga yaqin qo'y bayapmiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Oxirigacha ma'lumot berasiz. Ash qo'ra nechta pulga bitdi, nechta qo'ra, hamma qo'y bu hammasini berasiz. Oxirigacha ko'rib tursa, o'zimni qo'ylarimdan ham chiqarib ham berasiz. Chiqarib ham berasiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Kommentariyaga Boburjon otangga rahmat deb tursa, Xo'p. qo'ylarning zo'rlari bor. Xudo xolasa. Bahayatga hamma ma'lumotni berasiz. Bu 7 millionga bitgan qora bo'sh qolibdi endi. Yo'q, bey to'la edi. Kecha sotdik beyda. Kecha sotilib ketib qoldimi? Sotildi. Farg'onali boy bug'amizga sotildi. Farg'onali boy bug'amizga sotildi. Xudo xolos aqda akalar hammasida qo'y to'la 200 ta yaqin qo'ylar va ma'lumot chiroyli qilib beramiz. Bugun Azamboy 8-mart, 8-mart bayrami. Xudo xolasa. Xudo xolasa Hammamizga o'sha xolalarimizga, bizni kuzatib turgan barcha xotin-qizlar ko'p kuzatishadi, siz bilasiz, kommentariyada ham yo'qchilar juda ko'p kuzatishadi. Seni kuzatib turgan deydi. Hammaga bayram qutlug' bo'lsin. Lekin bugun ayollar qo'y so'rasa bor, padarka pulga beraman javob. Telefon qilishaveradi. Nomeringizni qo'yib qo'yaymi Boburjon? Lekin videoni ertaga qo'ymang-da. Bugun shu bugun xudo xolasa. Mart kuni mana. Soat necha bo'pti soat? 8:11 bo'pti. 8:11. 9larga yaqin. 9larga qo'yamiz. 9ga da gapiraman. Yo'q, bo'ldi, 9:30 da xudo xolasa chiqadi. Hozir damda olib, xudo xolasa. Ha, Og'izbek. Charchab qolganimga to'g'ri. Charchab qolsa gapirasiz. Xudo xolasa, cho'chimay, ey. Zambo endi birinchi ma'lumotni o'sha sehrli mashhur Qozondan boshlardi yomasa. Boburjon. Mana akalar, xudo xolasa mana o'zi o'tin-po'tinlar tashab qo'ysalar o'zi pishib zo'r bo'lib ketadi. Tayyor Azamboy. Boburjon nima Makka tugab qoldi, Makkasi yo'q ekan. Endi qo'y ko'p ekan, 200 ta ag'da qo'y bo'lsa endi to'g'ri gap akalar. Gapani dam olyapmiz. Endi shashilmasa uni ham Makkani endi buni berib qo'yamizdan keyin Makkaga kelib qolamiz. Ha, xudo xolasa sekin Allah ishlar beradi. Endi bug'doyni o'zini yeb o'zi ham bo'laveradi. Yeb turaligi. Tugab qolsa iloji yo'qdan bersa bo'laveradi. Iloji yo'qdan emas, bo'laveradi ham. Bo'laveradi. O'zi ham qo'yga ta'siri zo'r. Endi Makka bilan nimaga aralashtirib beriladi? Ikkovini ham o'ziga yarasha quvvati bor. Quvvati bor. Qaytadir, bir-biridan haligi kirishadi. Qarang Azamboy. Mana akalar, bu bug'doyni qarang. Yirik mana, katta mana yaqinroqdi. Mana yolib katta bo'lib ketgan mana. Nech kilolik qozon edi Boburjon mana shu? 120. 120 kilolik qozon. 100 kilo don sig'adi. Bir qob 200 kilo bo'lib chiqadi. Bir qob makka, bir qob bug'doy. bir qob bug'doy. Akalar qozonni kattaligiga e'tibor berasizlar.
o'ta Zamboy, qara. ikkita qo'y boqish lekin oson emas-da akalar. Realida like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. O. Birinchi o'rinda Qur'on tayyorlab, Hop. sharoit qilib olinsa 200 ta emas, 400 ta qo'y baqish ham oson. To'g'ri. Endi hamma narsani lekin yetkazib olsa nima deydi? Endi kimdir bitta ikkita qo'yni baqalmaydi, to'g'rimi? Ikkita qo'ydi. Bu endi siz 200 ta. To'g'ri. Bir kishi faqat shu qo'y bilan shug'ullansa, eplasa bo'ladi. 200 To'g'riga, bir kishi faqat shu bilan shug'ullanishi kerak. Shug'ullansa endi 200 ta, 300 ta qo'y baqqan odam vaqtini qo'yga ajratadi. Aniq, faqat qo'yga ajratishda. Endi ham ko'ryapsiz, oyig'i 3 million, to'g'rimi? To'g'riga. Davlat ishida ishlaydiganlar o'qituvchi, to'g'rimi? O'qituvchilar ham juda ko'pi o'zimiz o'qib so'rardik-ku, qiziq. So'rardi, qizlar to'g'ri, ha. 3 milliondan 5 million, 6 millionga oladi. Oladi. To'g'ri, 10 millionliklari ham bo'lishi mumkin, lekin 10 million olaman deganini men eshitmaganman. Eshitmagan. Eshitmaganman. Kelar men bu Endi yirik katta bo'lib ketadi-da lekin. Buni, endi bu mavzu nimaga ochganim sababi qo'y baqish kerak. Qo'y baqish kerak. To'g'ri gap, qo'y baqish kerak. Bag'ida bo'lsa deydi haligi sharoit. Xo'p. To'g'rimi? 20 ta qo'yga pul yetsa, bor-ku. Hamma ishni yig'ishtirib qo'yish kerak. To'g'ri, hamma ishni yig'ishtirib qo'ysa, uyida, xotin bola chaqani oldida, Xo'p. qiynalmagan holatda boshliq o'zi bo'lib, Xo'p. pul topsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Qo'yga pul yetsa bo'ldi. Bo'ladi. Bemalol. Qo'rani qilib. Baburjon 2,5 oy 3 oyda bitta qo'y necha pul foyda qilishi mumkin? 2 oy. 2 oyda. Endi 3 oy boring, 3 oyda baqing deylik, hech yo'q. Kimdir 2 oy baqadi, kimdir 3 oy baqadi-da. 2 oy men baqaman. Ha, biladi. Baqib yurganman. Siz obunachilar biladi o'zi. Ha, lekiga yangi boshlagan odam 2,5 oy, 3 oy. Shunday. Men Zamboy dangal gap, hozir qo'y tepasida u ma'lumotni berasiz, xudo xolasa. Qancha foyda qilishini Qo'y tepasida aytasiz. 1 million foyda qiladi. 1 million foyda qiladi. 2,5 oy endi hozir ina bolalar ham ko'p. 2,5 oy, 3 oy ham turyapti. Xo'p. 1 million qolmasa bermayman. Bermaysiz. Bahayatdan qo'ylamni 1 million qolmasa bermayman. Hisobi tayin. Mana hozir 3 million 200 mingga ina bola bor-da. Xo'p. O'zim sotaman ham. Sotasiz. Kerakliganga to'g'ri beryapman. To'g'ri beryapsiz. Mashida 40 ta 50 ta ina bola bor. Bo'lardi. Mana aka mana shu 7 millionga bitgan qo'ra. 7 millionga bitgan qo'ra. Ha, 7 millionga bitgan qo'ra. Jablasiz. Bag'i necha pul bitdi Baburjon? Tezroq aytib keting, shunisi qiziq bo'lyapti menga. Qo'ran tepasiga olib aytiladi. Avzor olasiz. Keyin. Maqtanish emas. Hop. Prosta haligi odamlarga ulashish. O'rgatish ma'noda. O'rgatish ma'nosida aqllilik qilish ham emas. To'g'ri gap, Kimdir kimdir foydalansa, Zamboy. Meni minglab odam ko'radi. To'g'ri gap, Boburjon minglab ko'radi sizni. Kommentariyaga otangga rahmat, gap yo'q, havas qildim degani bo'lsa, kommentariyaga otangga rahmat deb ketishadi, Zamboy. Havas qilgani bo'lsa. Lekin hasad qiladigan ham ko'p. To'g'ri gap, 20 yosh bolamizda. To'g'ri gap, to'g'ri. Siz ham, men ham, to'g'ri. Aniq u. Ha, endi shuncha ishlarni yurgizib, to'g'rimi? Mahalla kuyda ham, hamma yerda ham deb ko'zi boshqacha bo'ladi. To'g'ri gap, to'g'ri gap. To'gri gap. Qo'y baqish kerak. Baqish kerak. Men 1 million foyda qilaman, lekin dehqon olsa bor, kami 500 ming foyda qiladi. Kami 500 javob beraman. Nimaga? Baqish kerak. Baqish kerak. Nimaga deymisan? 3 million 200 ming, to'g'rimi? Ina bola 3 million 200 mingga olasiz deyapman. Xo'p. Hozir 1 million 600 mingdan to'g'ri kelyapti. Ha. Xo'p. 1 million 600 mingdan bolasi 1 oydan keyin sotaversa, Zamboy 1 million 800 mingga oladi. Bo'ladi. Aniq bo'ladi. 800 ming. Aniq bo'ladi. Qo'chqarimi, sovlig'imi farqi yo'q. 100 ming 200 ming baqa. Baqa bo'lmaydi. 1 million 800 baqa bo'lmaydi. 2 millionga boradi. Ammo boradi. Xotirjam. 1 million 800 eng tasi. Bunda qo'zini ham sotilyapti 2 million qilib, to'g'rimi? To'g'riga sotilyapti. Ular ham 1 oy 1,5 oylik qo'zi. Uni 1 oyda bolani ajrataversa, inasi ham 1 million 600 mingga qoladimi? 1 million 600 ga qoladi. Ichganni o'sha qo'zi achib ketdi deylik. Achib ketdi deylik. 1 million 600 ming. U Zamboy 2 million 800 minglik bo'lib tayyor bo'ladi. 3 million. 3 millionga boradi. 3 million eng pasti. 2 million 800 ming. O'shanda 800 ming ag'a. Baburjon necha puldan so'yib olishyapti sizdan soliqlarni? Az 90 mingdan ham o'tib ketdi. 90 ming, 95 ming. Yo'q, nimaga? Soliqdan qo'chqor balandroq bo'lsa kerak. Yo'q, qo'chqor az 110 ming. Ha, shunday. 130 ming bo'ldi qo'chqor go'shti. Haliginda. Qassobxonada. To'g'rimi? To'g'ri. 130 ming. Sovlik go'shti hozir 110 ming sotyapti. Shunday sotyapti. Qassobxonada. Hozir bizda baribir so'yib oladi 90 ming, 95 ming anaqada. Atrofida. Ha.
Men gapni bilmay turam. 2 million 800 bo'p tayyor bo'ldi. 800 ming ag'i, to'g'rimi? Azamoy Hop. bag'ida 400 ming. Hop, 1 million 200 ming foyda qilyaptimi? hop. Men xuddi anda qilib sotaman. Buni yo'q, isbotlab ber deganlar, men lokatsiya hamma Tashlab berasiz, kelib to'g'ri kelib bir ma'lumotlarni olib ketaveradilar. olib ketishadi. Mendan qo'y olishmasin. Hop. Bozordanmi, birorta odamdan olishaveradi. Lekin kelib ma'lumotni olib ketsin, tilimdan chiqqan gapga javob beraman. Ma'lumotlar 200 hamma mingdan ina bilan topsa ham bo'ladi. Men o'zingizda ham bor. Men o'zimda ham bor. Bor, Men bor, aytyapman, bor. Mendan olish shart emas. To'g'ri gap, sizdan Olsa olishsa. olib foyda qilsa, kimdandir bo'lsa ham olib foyda qilsa. Men o'zi baxyapman, men buni yuzlab odam ko'radi. Mana ulug'ay ham kunda turib biz azam bo'y. Hop. Undan bir 10 tasi foydalanib tirikchiligini yurgizib kelsa ham mana shu gapimdan azam men bor xursand bo'laman. Qo'y sotgandan ham xursand bo'laman. Rizqim azam bo'y ular osay olmasa rizqim Bor, bor. topib olaman. Xudoyim beraveradi. To'g'ri gap. Lekin men aytganim o'shalar ham tirikchiligini yurgizib kelsin. To'g'ri gap, yurgizib ketsa yaxshi-da. Yemimga asambo bitta qo'yga 700 gram, 800 gram beraman. Hop. 1 kilo ham emas. Kuniga 3000 rasot qilaman. 3000, 3,5 mingni pastida. Hashagi bilan. Bu yemni Boburjon qachon berasiz? Gapingiz bo'ldimi? Endi nima deyman? Ekiz so'yib qachon, qanaqa mahal, qanaqa Ikki mahal? mahal beriladi. Qanaqa mahal? Ikki mahal, ertalab, kechqurun. Ertalab, kechqurun. Hashakdan oldi. Hashakni endi Birinchi hashakni hozir hashak tepasida qanaqa hashak ko'rsatiladi. Endi Hop. bu hashakdan keyin beriladi. Birinchi hashakni ertalab 7 da turilsa, Hop. 7 da turib hashak tashlanadi, 7:30 ga yemini beriladi. Yemini beradi. Hashakda yeb oladi-da, qorni och ertalabda zo'r hashakda yeb qo'yadi, keyin buni qorni to'q holatda yotaveradi. Holatda yesa keyin yuqadi. Keyin yuqadi. To'g'ri gap ekan mana. Ma'lumot olayotgan bo'lsa, kimdirga foydali bo'lib qolsa, xudo xolisa, xursand bo'lib qolasizda, xudo xolisa. Buni qaynatib berishni sabablari 2 oyda tayyor bo'ladigan qo'y, azam 1 oyda tayyor bo'ladi. Ya 3 oyda tayyor bo'ladigan qo'y 2 oyda. 1 oyga kuniga yutadi. Buni azam bo'y haligisi mana 1 kiloni qaynasasi 2 kilo bo'ladi. To'g'ri gap ekan. Xotirjam bo'ladi. Mana bug'doyga mana yiliga yaqinlashtirib ko'rsatganning sababi yana bittalik plus tarafi azam bo'y. Plus tarafi bo'kadi qo'y. Bo'ksa ertalab bo'ksa kechqurunga qo'yib yuboradi. Tushundingizmi? Nariga quruqqa bo'ksa 50 ga 50 bo'ladi. 50% tuzaladi, 50% so'yiladi. Bu qaynatilgani bo'ksa azam bu qo'yib yuboradi haligi. Tuzalib ketadi. To'g'ri gap, to'g'ri gap. Shu tez tuzaladi. Endi buni azamboy berishni tavsiya qilaman, quruqini emas. Bug'doy mabodamda bug'doyni yeb qo'yib, qo'y tashqariga chiqib ketib, yeb qo'ysa to'yib. U qo'y o'ladi. Qattiq bo'kkan bo'lsa o'ladi, endi to'g'rimi? Qattiq bo'kkan bo'lsa emas, buni yegandan keyin to'yib yesa deyapman. To'yib yesa, azamboy ichida shishib ketadi. Shishib ketadi, to'g'ri gap. So'yishga boradi oxiri. Hammasi biladi. Biladi. U tuzalib ketish qiyin-da, bug'doyga bo'ksa. Bug'doy. Makkayi uncha-munchaga shishmaydi. Bug'doy shishib ketadi. Shishib ketib qoladi. Yollib ketadi. Qo'y o'ladi. So'yishga davom beriladi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, bug'doy Makkaga ehtiyot bo'lgan holatda qaynatib berishga tavsiya qilasiz. Endi hashak o'tildimi? Hashak o'tilgan bo'lsa, hashakni oldiga borib videoni o'chirma. Hop, o'chirmasdan olib yuraman. Bo'ldi, gap yo'q. Boshqa qo'raga o'tib ketdimi degan haligi. Mana akalar, xudo xolasa, hozir hashakni oldiga boramiz. 7 millionga bitgan qo'ramizdan bu. 7 millionga bitgan qora endi sal bu eskirdi, endi mana yangisi. Yo'q, bu bari men Bayga ham qo'ya to'ladi. Oyoqqa turg'izgan qo'ram bu bo'ladi. To'g'ri gap, mana akalar, mashq qo'y. Bundan ko'ra mashquramni men afzalroq ko'rasiz. Mana akalar, xudo xolasa 180 ta 200 taga yaqin qo'y boqyapman deyapti. Oxirigacha ko'rib tursalar, Qur'on ichlariga kirib, nech pulga bitdi, hamma ma'lumotni beradilar. Xudo xolasa, qancha ketgan hamma ma'lumotni beraman. Mana akalar, sizlar like bosib tursalaring bo'ldi, video tarqashiga yordam bo'ladi akalar. Mana xudo xolasa Qur'on mana cho'tki chiqqan akalar, havas qilishni like bossin, dangal gap, havas qilganlar, like bosib Boburjon otangga rahmat. Havas qildim deb yozib ketinglar. Realni gap, havas qildim deb yozib ketinglar. Xudo xolasa mana cho'tki chiqqan, eshiklarini ham cho'tki qilib, xudo xolasa kelgan xaridorlar o'zi biladi akalar, xudo xolasa bitganiga bir 10-15 kun bo'ldi. Mana akalar, shu mashhur deydi-yu mana. Azamboy. O Boburjon. Mana hashak ko'ryapsiz, bu qavochaq. Qavochaq bu hamma yerda bor. Hamma yerda deganim vodiyda asosan.
Vodiyda. Vohalarda bilmayman. Vohalarga men o'zim kam borganman. Vohalarni bilmayman. Vodiyda hamma yerda Bor. ko'rsating. Hop. Mabodo yo'q yerga vodiy bo'ylab yetkaztirib beraman. Meniki emas bu. Hop. Telefon nomerni berasiz, shunday olib borib beradi. buni bitta KAMAZdagisini necha pulga beradi aka? 1,5 million. Bitta zilda, katta KAMAZda. Shaharning ichiga bo'lsa $100. $100. Endi narxini men kelishmaylik. Hop. O'zlari Yo, endi prosta kelishib olishaveradi. Sizga necha pulga olib kelib beraman shayga? 1 million 200 ming. 1 million qancha? 200 ming. 1 million 200 ming. Endi pastiyanikidan tazamboy ko'p olaman-da. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun menga hammasidan arzonroq keladi. Ha, tushunarli. Men undaqa klientlarni ham topib beraman. Tushunarli, tushunarli. Tazamboy havochaq. Hop. Endi bu narx tomonidan arzon tushadi. Buni qorinda 10 niyda qahashak Zamboy. Qorinda 10 degan shay. Chigitlariga bor. Chigitlarigacha bor. Mana oqarib turganlar hammasi chigit mana. Ko'rdingizmi? Tushunarli, Chigit deganda u kuchli narsa. Babujon bir martada hammasiga mana shu ketsa kerak-a. Keyin yana yangi o'tiladi. Yangi o'tiladi. Bir martada 200 180 hammasiga yetadi. Buni Bosib o'tilar ekanda. Bosib mana. Mana qarang, zil mana. O'roqda olinadi-ki. Ha, zich bo'lib bosilar ekan akalar. Mana. Endi sharoit bizda ariqda suv bor. Ariqda suv bor, hop. Bizda sharoit yaxshi. Sharoit endi misol ariq tepasiga qanimiz qata. Ha, ha, ha. Endi buni uylarga o'rnatib, buni o'zi ham 150 ming, 180 ming ekan. Beradi. Mana, hamma yerda bor. Hop. Buni bitta olinsa, tag'araga o'tilavermaydi-da. Ha, ha. Ko'proq vaqt qiladi. Managa o'tib, mana bag'ida o'ting. Sharoit ko'ryapsizmi? Suv o'tib ketadigan variantda. Akalar mana, xudo xolasa. Bu endi kakpolojni va shunaqa ter somon o'tgani. Hop. Narsa o'tgani-da. Qo'ylarga, hayvonga yem hashak o'tgani yaxshi narsa ekan. Men tavsiya qolaman. Qavochaqni ham Buni Baburjon birinchi berasiz, ertalab birinchi berasiz, keyin yem, haligi yemdan. Ha. Qavochaqni beriladi, undan keyin yem. Undan keyin yem. Ushlab turadi-da yem. Qonda ushlab turadi, to'g'ri. Surib tushib ketmaydi. Surib tushib ketmaydi, to'g'ri gap. Nariga hashaklar quvvati pastroq. Hop. Buniki yaxshiroq. Buniki quvvati balandroq. Yaxshiroq. Lekin chigitligida u bor. Xotirjam chigitligida bor akalar, lekin havas qilganlar like bosib qo'ysin. Realliga. Azamboy buni har qancha gapirsa kam. Kam. Yana endi tilpoq qilsa qolgan ma'lumotlarni tilpoq Beraverasiz, bemalol. xohlasa kelib ko'rishsin. Xohlasa kelib ko'rsin. Endi sekin o'sha Qur'onni sekin ma'lumotlarni bersangiz Baburjon. Mana akalar, xudo xolasa. Qo'ylar hammasini xudo xolasa. Bu qo'raman xudo xolasa rekka. Xudo xolasa rekka ketadi. Bu yoq 100 ming 200 minglab odam ko'rsinchi Baburjon endi xudo xolasa mana shu bizda bargisini. Kommentariyaga Boburjon havas qildim. Otangga rahmat deb yozish esdan Chiqmasin. Realliga hammaga bo'lsin. Bu qo'ralardan kattalari bo'lsa. kattalaridan bo'lsa akalar, xudo xolasa sekin ma'lumot sekin olaveraylikchin. 40 metr uzunasi. 40 metr. Baburjon bu qo'ralarni hammasi mana bo'lganmisiz? 5 metr 5 metr qilib bo'ldi. 5 metr 5 metr qilib bo'lingan ekan akalar. Xudo xolasa mana shu 5 metrda nechta qo'y turadi? 5 metrda bayda 25 ta xotirjam turadi. O shogirdlarga ayting, yemni beraversin yo'qmasam. Bir yem yechishlarini ko'rsatamiz-da, yo'qmasam. Yemni beraver. Yemni beraveringlar. Bir obunachilarga ham o'sha qiziqda mana akalar. O birinchi qarang, bu kaltak yem hozir yeb tashlaydi buni mana. To'g'rimi Baburjon? Hozir berildi. Bu berildi mana. Bular Zamboy. Mana akalar, mana. Zamboy o'rganmagan. Ha, yaqindagi o'rganmagan. Bu sekin yeb qolgan, yana bir soat tursa ichib ola qolmaydi. Hech bola qolmaydi. Mana akalar, xudo xolasa bu Mana bag'idan ham bitta ko'rsatingda. Uzunasi 40 metr. Xo'p. Yo'lak Hop. 2 metr. Eniga. Labo kirib kelaveradi. Eniga. Ha, labo boshidan oxiriga Labo shunday kelib kelaveradi. 2 metr 2 metr. eniga. Ichi qo'ramni ichi 3 metr bo'ldi. Qo'ran bundaqasigami? Uzun bundaqasi. Ha, uzunasi. Uzuniga, uzuni. Uzuniga 5 metr. Eniga 3 metr. 3 metr. Nechta qo'y turadi Baburjon o'shanda? Xotirjam 25 ta sig'adi. 25 ta xotirjam sig'averadi. Mana o'sha Yo'qmasam Baburjon maqtaga
Mashhur lato. Nech bo'ladi bu? 2 metr mana shunaqa. 115 ming bo'pti. 100 10 ming, shuna 115 mingga olib tashab ketishadimi? Tashab ketishdi. Kimga ma'lumotlar? Bobjon, o labo keldi, yo'qsa ash qo'yiladi, yuklab beraveraylik emasam. Keyin gapni kelgan mal ish tovaryoramiz. Azamga qo'ydi ham bitta ko'rsatingdi. Sotilgan joyda nima? Bo'pti, endi haydanglar tashla ko'rsatamiz. Akalar like bosib turinglar, sizlarni hech bola ketmaydi. Realliga hech bola ketmaydi. Mana akalar yem berish jarayonlar. Kepakka aralashtirib berilar ekanda buni. Mana akalar kepakka aralashtirib qo'ylar. Qo'ylar xudo xolasa. O'ta nima deydi? Qiziqib baqatda xudo xolasa shunday qiz mehr berib baqingki, shunday qo'ylar 2,5 oyda tayyor bo'lib ketadigan variantimiz. To'sin ketdi ish tomonga. Ho. To'sinda men haydab boraman. Nechidan baraka bo'ldi Boburjon bular? Chiketaveradi. 3 million 100 mingdan. 3 million 100 mingdan. Jamashuga. O'zimiz jamashu. Ash tomon hayda. Buni hashagimiz keladi dedimi? Ha, ash tomongami? Ha. Hayda. Haydashvoring, qochib ketib qoladi. Sal chorsirog'i ekan lekin bular. Mana kelar 3 million 100 ming so'mdan sotilibdi. Boburjon yana telefon qilishaversin, yana to'p berasizmi? Telefon qilasan, xudo xolasa soni ko'p. Soni ko'p. Ammo zo'r, bo'g'oz. Jonivorlar o'ta yirik ekanlik. Ana qarang akalar. Yaqin bo'g'oz. Ketdi jamashoga, xudo xolasa uchalasi 3 million 100 ming so'mda. Bayda tuqqan variantlarida. Bayda ona bolalarida. Mana akalar ona bolalarida. Xudo xolasa Bayda tuqqan variantidan zam. tuqqan variantida. Men aytdim, o bolalarni ko'rdingizmi, qo'yib qo'ygan. Mana deyap qara. Va oxiriga osilishini qarang. Qo'zi. Buni ham qo'zi. Bolasi. Qo'yib qo'yibdi. Va buni oxiriga osilishini qarang, Boburjon. Oxiriga osilib. Mana akalar. 3 bolasi qo'chqor, 3 bolasi sovg'alar. Bular qo'chqor variantidan. Bular qo'chqorcha. Qo'chqorcha. Qo'chqorchalardan tashab qo'yibdi endi, bular. Mana akalar. Qo'chqorchalar. Eski qo'chqorlar zamboy rosa qurbonlikka baqaman deganlarga. Sotilaveradimi? Ya. Ya bular men baqqani tashab qo'yishsin deb o'ylabman-da. Hammasi chiroyli, oyoq qo'l uzunidan. Qurbonlikka baqaman, ishqiboziman deganiga beraveraman. Sotilaveradi. Sotilaveradi. Nima aytib ketaymi? Ha. 6 tasini olishsa 2 million 650 mingdan uyi bo'lsa bo'ldi, olib berdilar. Mana akalar barra qo'zini narxida dedi-yu. Lekin bular qurbonlikda bo'laveradi, tayyor bo'ladigan sortidan. Mana akalar. E'tiboshi ham zo'r. Yeb ichishiga javob. Boburjon, mana latagida 115 ming dedingizmi? Telefon qilishsa menga kerakli nomerlarni beraverasizmi? Mana latag uchun nomerni? Hamma yo'qda beriladi. Telefon qilishaversin. Beriladi. Bemalol. Keyin kelib ko'rib, beyda holatlarni ham o'rganib ketishsa ham bo'laveradi. Mana akalar. Pulga emas. Qo'zivoyda qarang, Qo'zivoyda. Jonivorlar. To'shdi boshlandi. Va zamboy mana 2 qo'ramda. 2 qo'ramda. Xo'p. Bo'g'oz sovliqlar. Bo'g'oz sovliqlar. Bitta tuqqani bor, uni olib qolaman. O'zimiznikida to'g'ri. Bu ham sotilaveradi. Bu ham sotiladi. Qanchadan ma'lumot? Pulni aytib keting, shunisi qiziq. 2 million sindiraymi? Sindirib tashamiz qani? 400 dan. 2 million 400 dan. Mana shu yerda ikkita qo'radan. 6, 8, 9, 10, 11, Buni ishi qarang akalar. O'g'irda ham toza yalab qo'ygan Boburjon. Bunisi tug'di. O'g'irda ham yalab qo'ygan Boburjon, qarang ishini. O'sha yeb ichishini ko'rsating degan akalarimizga-da bu. Yeb ichish udda. Kerak bo'lsa lekiga 2 million 400 dan dastavkaga beraman. O'zlar kelib ko'rishadi, keyin beraman. Kelib ko'rishadi. Ha. Akalar mana suyutlarni tortib, xudo xolasa qo'raga ham mehr beribsiz. Haqiqatdan mana akalar qo'raga ham mehrni berib, o'zlari qiziqib deydi-yu mana. Jonivorlar yeyishini qarang. Bular haligi sortovoy qo'yiladi. Sortovoy qo'yiladi. Bular ham sotiladi-a? Sotiladi, bular tashqariga chiqarib ko'rsatib beradi. Qachon ko'rsatasiz? Hozir. Nima dedi? To'g'ri gap bo'ladi. Endi boshida ina bolalar, ha? 6 ta ina bola bor. Xo'p. Ina 6 ta ina bola bor. 3 million 200 dan dedim-ku. Yurib tepasiga borib. Tepasiga boraylikchi bo'lsam shuni. Men foydasini ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yasiz. Endi bo'g'ozda tug'ib bersa boshlaydi, ya. Mana endi necha metr dedingiz Boburjon? Shu yerda ham Yana 2 metr dedingiz-a? Mana akalar 2 metr labo kirib ham kelaver ekanligi katta, zo'r bo'pti lekin. Mana. 7 ta ina bola ekan. 7 ta ina bola. Ha, 7 ta ona bola, qo'zlar qarang. Qo'yib qo'ygan, xudo xolasa. Qo'zlar ham qo'yib qo'yibdi.
Bularda 3.200 mingdan mashlarni beraman. Qarang mana. 3.200 mingdan ona bola berasizmi? Ona bolalarni beraman. Bolasi 1 million ekan, inasi 2 million bo'lib qoladi-yu, unda arzon bo'lib qolmaydimi? Azamboy. O, Men uni og'izdan chiqqan gapga javob berasiz. berishim kerak. 3 million, 2 million, 3 million 200 mingdan dedimmi? 3 million 200 mingdan yana kimga nechta kerak bo'lsa to'p beraverasiz. Mana To'p akalar beraveraman. to'p beraveraman deyapti. Lekin inalari ham yirik sodiqlar ekan. Azamboy, buni qo'ydi. Tanishgan bo'lsa 3 o'zak qo'yim. 3 o'zak, ha. Bitta bolasi bosil o'lib qoldi, bolalari mana katta-katta bo'lib qoldi. Katta-katta Ilasini bo'lib yashnab ko'rsatgin. Qara, Azamboy, 6 qo'y. Ishqibozga beraman. 3 o'zakchi, lekin yonida 2 ta bolasi bor. Mana. O videoda qo'ydik-ku. Ha, bu Bitta bolasi nobud bo'ldi. Nobud bo'ldi. Lekin hozir 2 ta bolasi bilan. Buni ham ishqibozga beraman. 6,5 millionga beraman. 6,5 millionga berasiz. Ha, 3 o'zakchi qo'y, 2 ta bolasi bilan. Qo'chqar sovliq. Qo'chqar soliq bolalari oldidagi. Qo'chqar sovliq. Bolalari ham akalar dadil bo'lib qoldi, mana qarang. Qo'ydi qarang. Hech jonivar. Lekin Ishqibozga beraman. Lekin buni 7 ta yakka qo'yiladi. 3 ta bolasi qo'chqar. Mash qo'zlar qo'chqar. 3 ta katta qo'zim qo'chqar. 3 million 200 dan mashlab beraman. berasiz. 7 tani olaman. Bemalol yo'lga chiqib berishsa olsin. Kelib ko'rib olishsin. Kelib ko'rsin. Yog' solishadi. Ha, yog' solishsin. To'g'ri gap, yog' solishadi. Ya qarang Azamboy. Yoqqanini olishsin unda. Yoqqanini olishsin. To'g'ri gap. To'g'ri gap. Yoqqanini olishsin. Qo'chqarchalarni ama narxini sindirdim. Qo'chqarchalar narxini sindirdim. Qo'chqarchalar narxi 26,5. Barra qo'zicha beryapti. To'g'ri gap. Barra qo'zicha. Lekin akalar mana Boburjon endi bunday gapda qo'rani ma'lumotini bering, mana shu qo'ra nech pulga bitta mana shipir va hamma yo'q mana shu bo'lishi. Tepasini ko'rsatdingizmi? Ko'rsatildi, hamma yo'q ko'rsatildi mana akalar. Ichiga hashay bosaman degan ma'noda. Ha. Reja bo'yicha. Hop, Ichiga hashay bosaman deb turib shipir qildirdim. Ko'proq ketdi. ko'proq ketdi. 40 metr. 200 ta qo'y sig'averadi. 200 ta qo'y sig'averadi. Hop. Endi beyga usta ishlatdim. Hop. Ustalar ham hozir arzonmas. Arzonmas. O kunda YouTube'ga chiqaman dedim sizga, Hop. bitsa dedim. Ha. Bitta tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lguncha 2,5 million kam 50 million pul ketdi zaman. 47,5 million. 47,5 million. Mashinada qisqasi shunda bitta mashinada bo'lishiga 47,5 million ketdi. Bundan Hop, semen kuyishiga qardi. Qo'yishdan tosh shipirga Shipirigacha 47,5 million pul ketdi. 47,5 million. narsani sotib oldim. Ag'a duvalni ham urdim qasamni. Hop. Devor. Shlaka blok hammasini narx-navosi men daftarga yozib turib, uyga xohlasangiz olib chiqaman, ko'rsatib qo'yaman. Yo endi 47,5. to'g'ri akalar, hozir hech bola arzon emas. Dangal arzon, lekin mana uni qarang. Cho'tki chiqqan qo'ra. Haqiqatdan akalar, nima deydi? 40 metrli qo'ra. Shipir hamma yo'g'idan 47,5 million. Yerdan ish. Darvozaga do'voling. 2,5 millionga o'rnadi shega. Darvoza ham 2,5 millionga o'rnadi. Mana. Endi Zamboy. Oh. Hamma yo'q bermaydi deb o'ylayman. Yana kam ko'stini telefon qilib So'rab olishsa bo'laveradi. Yana kelib ma'lumotlarni bilib olib ketishaveradi. Xotirjam akalar, mana bemalol ma'lumotlarni aytib ketishlari ham mumkin deyapti. Kelib, ko'rib, nima deydi? Ana, jonivorlar. Lekin Zamboy endi videoni to'xtatib tursangiz men qo'ylarni chiqarib olaman. chiqaring bo'ldi, gap so'z yo'q, tamom. Mana endi sekin qo'ylarni ma'lumotini beramiz. Xudo xohlasa sotiladigan qo'ylari ham bor ekan akalar. Jonivorlar. O, Boburjon, Standart 30 ta. 30 ta. Qo'ydi ham Standart 30 ta variantidan deydi-yu, jonivorlar. Lekin o'ta suyali variantidan deydi-yu. Sor. Hammasi bo'g'oz. Qirg'iziston Bishkekga. Hammasi bo'g'oz. Hammasi yaqin bo'g'oz. Hammasi yaqin bo'g'oz variantidan so'ragan akalarimizga deydi-yu. Jonivorlar. Hammasi o'ta yirigidan ketdi, Boburjon. Sotaman deganiga beraman. 2 tish 4 tish qo'ylar. O'ta suyali variantdan yetib kelibdi, xudo xolasa. To'sing. Bu tomonga aylanch 30 ta. 30 ta. 30 ta Zamboy bir qo'ra. Boburjon, nechtadan tuqqan qo'ylar bular? Birinchisiga, ikkinchisiga tug'gan. Birinchisiga, ikkinchisiga. Hammasi 2 tish 4 tish qo'ylar. 2 tish 4 tish, lekin akalar hammasi suyakchan
variantdan ekanlik. Ishqibozlarga beraman Zamboy. Ishqibozlariga ketadi bular ham. Boburjon, lekin o'ta suyali variant. O'ta suyali variantda. Boburjon, narxini aytib ketamiz, bo'ladi. Realni desalik bo'ladigan. Bu nima deydi? Zotga bo'lsa azamda. Deydi 30 ta narxida oxirgi narxi 3 million 100 mingdan beraman. 3 million 100 deng. 3 million 100 mingdan 30 tani bitta olaman desa beraman. Oxirisi. Ha, lekin agar donaga olaman desa, kelib ko'rib, tanlab olishadi, dastlabki qilib beraman. Dastlabki qilib yetkazib beriladi akalar. Lekin qo'ylar o'ta suyali variantdan ekan. Yuravering, bo'ldi, tamam, haydavering. Ammo qo'ylar azam bu zoti bor. Zoti bor ekan. Haqiqatan sori suyali variantdan ekan. Haqiqatan akalar, lekin Soluqlar qarang, azam. soluqlar qarang, haqiqatan udorlardan dedi-yu. Kelib ko'rib, tanlab olishaveradi. Xotirjam kelib ko'rib tanlab olishaveradi. Kishi hamma yo'q sinovdan o'tdi. Bemalol. Mana akalar, bemalol o'tibdi. Qo'raga lekin baho beramiz dedi-yu. Azamboy bugunga shular. Qo'limizdan kelganicha berdik. Esimizdan chiqib qolgan yerlarni telefon qilib, bemalol ko'rib, bemalol olishaveradi. Xotirjam bemalol. Qo'y olishmasa ham telefon qilishaversin. Bemalol akalar, xudo xolasa ma'lumotlarni olaverasizlar. Bugunga shular akalar, sog' bo'lasizlar. Azamboy havas qildim. Boburjon, omadingni bersa, deb yozib ketish esdan chiqmas. Boburjon otangga rahmat deb yozib ketsa, men xursand bo'laman. To'g'ri kerak. Yozib ketish esdan chiqmas akalar. Bugunga shular akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tamom.